Assalomu alaykum, o'tiringlar. Sud majlisini ochuvda e'lon qilaman. Sudya Demirzaeva G'ofurova kotibligida arizachi Bo'ston tumani adliya bo'limining Xoliqova, Komilova Madina Muhammadiyevna manfaatida yashaganlik faktini belgilash haqidagi arizasi bo'yicha yuritilgan fuqarolik ishini ko'rib chiqamiz. Sud tarkibiga e'tirozinglar yo'qmi? Yo'q, e'tirozimiz yo'q. Arizachi Bo'ston tumani adliya bo'limi fuqaro Xoliqova, Komilova Madina Muhammadaliyevna manfaatida sudga ariza bilan murojaat qilib, unda Xoliqovani 2006-yildan 25-yilga o'rganish kuniga qadar O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Bo'ston tumanida yashab kelayotgan faktini belgilashni so'ragan. Tumanda yashab turmush o'rtoqlari bilan qonuniy nikohda o'tyaptilar hamda shu Hurmatli sudya, Bo'ston tumani adliya bo'limi fuqaro Xoliqova Madina Muhammadaliyevnaning manfaatini ko'zlab kiritgan da'vo arizasini qanoatlantirib berishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluvchi qarori. Arizachi Bo'ston tumani adliya bo'limining Xoliqova, Komilova Madina Muhammadaliyevna manfaatida yashaganlik faktini belgilash haqidagi arizasi qanoatlantirilsin. 2001-yil 14-aprelda Tojikiston Respublikasida tug'ilgan, millati o'zbek bo'lgan Xoliqova Madina Muhammadaliyevna 2006-yildan buyon O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy ravishda yashab kelayotganlik fakti tasdiqlansin. Hal qiluvchi qarordan norozi taraf 1 oy muddat ichida apellyatsiya, 6 oy muddat ichida kassatsiya shikoyat berish huquqi mavjudligini tushuntiramiz. Hal qiluvchi qarori mazmunini tushuntirib o'taman. Demak, arizachi Bo'ston tumani adliya bo'limini bergan arizasiga ko'ra sud hamma dalillarni ko'rib chiqib tasdiqlanganligi sababli sizni arizangiz qanoatlantirildi. 1 oy muddatdan keyin qonuniy kuchga kiradi hal qiluvchi qarori. Hal qiluvchi qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Sud majlisi yopiq. Salomat bo'ling. Men Xoliqova Madina, Tojikiston fuqarosi. Ota-onamiz kelisholmagani sababli 4 yoshimda O'zbekistonga kelganman. Shundan beri shu yerda maktabda o'qidim, bitirdim. Suddan mana hozir qoniqarli javob chiqdi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini olganimdan so'ng katta orzularim bor edi. Xudo xolasa mana endi shularga yetishishga bir imkon bo'ldi. Katta rahmat. Men Hojimatova Dilfuza, Bo'ston tumanida yashayman. 4 farzandim bor. Katta farzandim 89-yil tug'ilib, 90-yil vafot etgan. Bilim haqida qayd qilinmagan. Yaqinda farzandimga shu uyimni xatlab berish uchun murojaat qilgan edim. Vafot etgan farzandim ro'yxatda chiqib kelyapti. Shuning uchun men adliya bo'limiga murojaat qildim. Ular ko'rib chiqishdi. Bo'ston tuman sudiga murojaat qilib, suddan mana hal bo'ldi. Ishlarimiz hammalariga rahmat, tan joylari sog' bo'lsin. Mana bugun navbatdagi sud majlisi ham o'z yakuniga yetdi. Fuqaro Hojimatova Dilfuzaxon Bo'ston tumani adliya bo'limiga o'sha 98-yilda vafot etgan farzandlarini o'lim faktini tasdiqlash uchun ariza bilan murojaat qilishdi. Biz ularni nomlaridan fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tumanlararo sudiga da'vo arizasini kiritdik va natijada mana bugun farzandlarning vafot etganligi fakti sud tomonidan qayd qilindi. Shuning bilan fuqaroning murojaati ijobiy hal qilindi.